30-may sessiya giloslarimiz oxirgi yuzimiz uzilyapti. 34 kalibrga chiqib ketdi bu gilosimiz. Oyda oxirida shu holatda mana. Bu 34 ga chiqdi degani bu gilosni ko'paytirish kerak degani emas. Buni davri tugadi, o'zini genetik davri tugadi. O'zini changlamay qo'ydi. Changlatuvchi qo'ysangiz ham changlamay qo'ydi. Bu faqat har xil omillarga, iqlimda sovuq kelishi, 18 gradusdan past ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, faqat tog' oldi hududlar uchun tavsiya qilinadi. Va xolasa buni ko'chatlardan ham bor. Faqat bu kaliy urilgan hisobiga daraxtimiz o'ta ham yirik bo'lib ketgan emas. O'zi maksimalniy o'rtacha kalibri 28 bo'ladi. O'z davrining legendasi.